Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Insoniyat uzoq muddatlik taraqqiyot musobaqasida har qaysi millatlar porloq madaniyat yaratgan. Avtonom rayonimizmi qadimiy Ipak yo'lidagi muhim o'tanlarning biri bo'lib sifati bilan insoniyat madaniyatining ulug' muvaffaqiyatlarida tutgan o'rni intayin cho'ng bo'lib kelgan. Shundoq bo'lg'achqa Ipak yo'lidagi sirliq bayqashlar bu zaminda o'ksimaydi. Ondaqda dunyodagi eng cho'ng, eng mukammal 8 taraflik shahridagi bayqashlarga qiziqamsiz? Ondaqda diqqatingiz ekranimizda bo'lsin. Tekes nahiyyəsi ilimizin qərbi şimaldakı mənzərəsi gözəl joy bo'lib, qadimdan tortib o't, suv qo'g'lishib ko'chman chorvachilik bilan shug'ullanadigan xalqlar bu go'zal vodida yashab kelgan. Tekes nahiyyəsi Mo'ng'ul ko'ra o'ymonligiga to'g'ri keladi. Bu Jungo qadimgi Ipak yo'lining eng g'arbidagi O'ysun yayliqiga joylashgan. Xan Tengri cho'qqisidan boshlangan Tekes daryosi tuprog'i munbat, suyi alvak bu go'zal makonni aylanib o'tib, bu yurtni texmi go'zal va texmi sirliq tusga kirgizgan. Tekes nahiyyəsi shahar qurilmasidagi o'zgachilik bilan mashhur bo'lib, ajoyibotlarga to'lgan bu joy dunyodagi eng cho'ng 8 taraflik shahar nomi bilan hammamizning diqqatini tortadi. Көрмен достlar, hazır mən Şinjanның məşhur tarixi şəhri, dövlət boyunca tarix mədəniyyət cəhətdəki danlıq şəhər Tekes nahiyyəsində turuyatımən. Tekes nahiyyəsiga ən dəstləb gələn hər qandaq kişidə bu nahiyyədə yoldan ezib qilishdak əhval görülür ekan. Kişilərdən qancha yol so'rasimi, nishonni topolmay tamtiraydi ekan. Undaqda biz bu kichikgina nahiyyədə nima sababdan yoldan ezib qolgandek his qilamiz? Yoldan ezib qilish bilan bu nahiyyəni tushunishning qandaq munosabati bor? Bu zodi qandaq shahar? Tekes nahiyyəsi 176 ming nüfusga ega kichik nahiya hisoblanadi. Bu joyda unchavala ko'p ko'cha yo'l ig'izlari yo'q. Kishilarni hayron qoldiradigan egiz imorat, qurilishlarmi yo'q deyarlik. Tekes nahiyyəsinin təzkirisində xatırlanışca, Tekes Janubiy Son sulolasi davridan boshlab 8 taraflik shahar bo'lib shakllanishga boshlagan ekan. Tekes nahiyyəsidəki 8 tərəflik şəhərinin quruluş mədəniyyətinə Palnamə 8 rəm mədəniyyəti mücəssəmlənən olub, 8 tərəflik şəhərini düşünüşdə oldu bilan bu xil mədəniyyətlərini bilishə to'g'ri keldi. Undaqda Palnamə qandaq mədəniyyət? Bununğa qandaq tarixi sirlar yoshiringan? Bu xil mədəniyyətni düşünüşning qandaq ahamiyati bor? Tekes 8 taraflik shahri qadimgi zamonga, hozirgi zamonga shundaqla kelgusiga mansub bo'lib, palchilik madaniyati va 8 ramsiri bu joyga yoshiringan. Undaqda chet yoq rayonda qandaqlarcha bu xil madaniyat iznolari saqlangan. Elimizdeki azaldan şu rayonlarda yerlikdeki milletler bilen işkirdeki şu xil medeniyetinin almışı bolsun yoki her millet halkı o'ltiraqlashib yaşaganlığının ifadesi. Yani bir cihetten şu Şinjan'ınki azaldan Jungo'nun ayrılmaz bir kısmını guvoh buluş için şu işkirdeki palma medeniyetini bu Şinjan'ın türlü kuruluşlarga sığdırış arqılıq. Şundaqla bu chegara rayonida şu Jungo bilan azaldan shundaq bir badi keldi munosabatning qo'yiq ekanligining isboti sifatida bu shaharga qurish shundaq shu vaqtda aynan belgilangan. Palnamə mədəniyyəti Jungo madaniyat xazinasidagi qadimiy an'anaviy meroslarning biri bo'lib, Palnamada to'xtamay olg'a ilgirlash, tirishib muvaffaqiyat qozonish bo'yi tashabbus qilingan. Ondaqda Jungoning eng g'arbidagi O'ysun yayliqi deb atalgan Tekes nahiyyəsiga bu madaniyatni kim ep kelgan? Bu yerda bu xil madaniyat nima sababdan ildiz topgan? Aytishlarga qaraganda tariqatchilik, ya'ni Dajjal dini targ'ibotchisi 70 yoshlik
Chiu Chuji Chingizxonning taklifiga asosan 3 yil vaqt sarf qilib, g'arbiy diyorga kelib, go'zal Ili vodisini ko'rgan. Hayvatlik Tangir tog'laridan, tutash tog' tizimlaridan, go'zal yayloq, alvak makondan ta'sirlangan bu kishi Palnoma madaniyatiga asosan Tekes noyisini insonlar o'ltiraqlashishga eng mos joy deb tanlab, 4 tarafni bekitgan. Bu joy hozirgi mushu 8 taraflik ko'chining eng dastlabki andizisi bo'lib qolgan. Asli bizning noyning o'rni Qov deb bir kanit 1937 yili turli tekshirishlarni olib berish orqali bizning mush turayotgan hozirgi o'rinni Tekes nahiya qilib qurib chiqish shu vaqtida qaror qilingan. Shundan boshlab rasmiy ishga kirishtirilgan. Hamda 8 tarafli ko'chini shu vaqtda ilib asosiy formasi shakllangan. Tekes nahiya bozori 8 taraf madaniyat maydonini markaz qilgan holda o'xshash orliq, o'xshash gradus bo'yicha xuddi tarilayotgan nurga o'xshash ichidan sirtiga qarab 8 asosiy ko'chaga bo'lingan ekan. Undaqda bu nahiya bozori nima sababdan 8 asosiy ko'chaga bo'lingan? Buningga qanday sirlar yoshiringan? Palnoma madaniyatidagi har bir xil belgining simvollik ma'nosi bor bo'lib, g'oyat zo'r sopanchi shakllik rangsiz simvollik shahar belgisiga muannas va muzakkarga simvol qilingan qora va oq yumaloq toshga o'rnatilgan. Uning 4 atrofi grand toshdan qo'pirilgan. Ustiga osmon, yer, guldirmama, chaqmoq, suv, o't, tog', sozliqqa simvol qilingan. Ko'k, zamin, guldirmama, suv, shamol, tog', sazlıq qatarlıq 8 o'xshamaydigan 3 xatlik taraf belgisi o'yilgan. Shahar belgisining atrofi 64 turukdan tarkib topgan bo'lib, bu Palnomadagi 64 pal belgisiga simvol qilingan. Ayni chaqda Ilida turishliq harbiy qismning qo'mondoni bo'lib turayotgan Chozongsin degan adam. Ayni vaqtda bizningki mushu Jungoda turishliq konsullardan ashlarga iltimos qilish orqali maxsus shahar loyihalash bir mutaxassisni taklif qilgan. Shuning bilan birlikda yer suv nishonlarni belgilaydigan mandag'ini aytgan vaqtda hamda xansuchi feng shui shenshung deydi ekan. Mushu odamlarni akilish orqali bular bir necha vaqt Tekesda tekshirish tadqiq ilib borgan. Asli vaqtda yuqori tarafda bir maydonimiz bor, ot chepish deb qo'ydi. Biyalarni ko'rgan, lekin buningda terskay bo'lganlik uchun biyat qurish qolaysiz. Shuning uchun qayta ko'rish orqali mushu bizning noyining hozirgi o'rnini qurishni shu vaqtda loyiha ko'rib, buningga Chozongshunni shu bizning shu taklif qilgan mutaxassislar qoyil qilgan. Qoyil qilgandan keyin shuning bilan buni shu zamondagi xalq ommasidan, yurt oqsoqollaridan fikr ilish orqali mushu o'rin qurish loyiha ko'rilgan. Nahiyaning o'ttirini belgilab olib, 8 tarafga 8 o'kiz bilan so'q so'lib, shuni tatib chiqqan. Doirasi mayagacha bo'ladi deb shu vaqtda 1 kilometr atrofida. Shuning bilan bu ko'chlarni shu vaqtlarda nahiyaning iqtisodiy ojiz bo'lganligi uchun u vaqtlar davlatning mablag' selishmi ozroq. Shuning bilan bu ko'chlarni har bir baylarga berib, atrofidagi qurilish do'konlarini silish orqali undan foydalanib shu ko'chlarni qattiqlashtirishni shu puldorlarga bunda bergan degan qarashim bor. Avtonom rayonimizdagi boshqa nahiya shaharlarga o'xshash Tekes noyisidami har qaysi yo'l, ig'iz, ko'chalarning ismlari bor. Biroq eng o'xshamaydigan yeri bu nahiyada 4 aylanma 8 asosiy ko'cha bo'lib, har qaysi aylanma ko'chalarning o'z oldiga ismi va ma'nosi bor. Noyimizdagi har bir ko'chaning uzunligi 1200 metr bo'lib, har 360 metrlik joyda 8 asosiy ko'chani tutashtiradigan aylanma yo'l. Markazdan sirtqa 4 aylanma yo'l bor. Birinchi aylanma yo'l 8 ko'cha, ikkinchi aylanma yo'l 16 ko'cha, uchinchi aylanma yo'l 32 ko'cha, to'rtinchi aylanma yo'l 64 ko'chadan tarkib topgan. Bu ko'chalar Palnomadagi 64 pal 386 belgini to'liq aks ettirib berdi. Shunga Palnoma madaniyatini tushungan kishi noyimizda ezib qolmaydi.
Tariqatchilik, ya'ni Dajjal dinida yer sharoitini ko'rib o'ltiraqlashish, ya'ni Palnama madaniyat tusi qo'yiq bo'lg'ashqa Tekes nahiya bozorima mushuninga asosan loyihalangan. Palnama madaniyatiga asosan bu nahiyaning aylanma yo'l bo'laklari va bu yerdagi qurilishlarga ayrilgan. Palnama madaniyatidagi yer shakliga asosan qurilish imoratlar o'rinlashtirishning ilmiy asosi bor bo'lib, bizda yer shakliga asosan birinchi aylanmada 8 taraf madaniyat maydonini cho'rdigan holda yo'l qasnaqlarida savdo do'konlari va ommaviy mulozimat aslarlari va imoratlar bor. Ikkinchi aylanmada ma'muriy kasbiy o'rinlar binolari o'rinlashgan. 3-aylanma va 4-aylanma yo'l orasida noya aholilari to'plashib o'ltiraqlashgan mahallalar bor. Tekes noyisining 8 taraflik shahar qurilish loyihasi ilmiy, atrofliq, planliq bo'lg'ashqa bu navbatdagi ko'ngildagidek shahar loyihasiga moslashish Tekes noyisiga nurg'unlagan qulayliklarni olib keldi. Tekesning umumyuzlik ahvoli 93% idirliq, tuzlanlik intayin az. Shuning uchun shu vaqtlarda, shuni qurgan vaqtida birisi yer iqtisod qilg'ili. Yana bir jihatdan keng xalq ommasiningki qatnash qulayligi. Har qaysi ko'chadan kirsa hech qanday yer to'salg'i bo'lmay, shunday chiqib ketish bo'ldi. Agar nayining umumiy ahvolidan qaraganda, bizning g'arb shimol tarafimiz nisbatan egizrak, sharq janub tarafimiz past. Shuning uchun buning tabiiy alda bizga nahiyimizga uklon paydo bo'lgan. Uklon hamda qiypashlik darajasida shu vaqtda bizning har qanday qattiq yomg'ir yog'simi o'zining naya buningga bir nechta turli to'g'onlarni yasagan, lekin ko'chaga tushgan yomg'irlarni ya'ni o'z yo'linishi bo'yicha eqib ketadi. Hargiz yomg'ir yig'ib bo'lgandan keyin bozor ichida suv yig'ilib qolish ahvoli ko'rilmaydi. Dunyodagi eng cho'ng va mukammal deb atalgan 8 taraflik shahar Tekes noyisida yana bir alohidalik bor bo'lib, bu bo'lsa-mu, bu noyining 4 aylanma 8 asosiy ko'chasiga qatnash chiriqi yana qizil-yashil chiroq o'rnatilmagan ekan. Gerçi nayda 160 mingdan ortiq nüfus bo'lsa-mu, nayning har qaysi ko'chalarida qatnash qisqanchiligi ko'rinmaydi ekan. Undaqda nima sababdan bu 8 taraflik shaharga qatnash chiriqi o'rnatilmagan? Qimmatli tarixiy madaniyat yodikorliklari to'plangan 8 taraflik shahar Tekes bugungi kunda zamonaviy tus oldi. Urf-odat manzara ko'chasi, Palnama madaniyati ko'cha rayoni qatorliq o'zgacha ko'cha rayonlar barpo qilindi. Shahar belgi qurilishi, bog'cha, ko'ngil ichish o'rni, muzey, mehmonsaroy va savdo saroy qatorliq qurilishlar bu tarixiy madaniyatlik shaharning husnini jalolantirdi. Hozir Tekes noyisida kishilar qatnash qistonchilik avorchiligidan xoli. Bundaqda nima sababdan bu noyida qatnash qistonchiligi yuz bermaydi? Bunun sırrını bilish deganlar Palnama madaniyatidagi shahar qurilish loyihalash ahvollarini tushunishga to'g'ri keladi. Ba'zilar Palnama madaniyatini xurofotlik deb tushunishi mumkin. Har qanday bir an'ananing foydali va foydasiz taraflari bo'ladi. Bizning ayning qurilish loyihasi shahar planlashida Palnamadagi javhirini qabul qilib, shaklni ayirish usuli qo'llanilgan bo'lib, 8 taraflik shaharning loyihalanish asosini dal qatnash ravonligiga kapolatlik qilish bo'lg'ashqa, bizning noyida taraqqiyot zo'r bo'lsa-mu yanada qatnash qistonchiligi ko'rilmaydi. Bu bizdagi eng zo'r afzallik. Tekes noyisining shahar qurilmasini 8 ram ta'limoti asosida shahar qurilishi apchillik bilan birlashtirilgan klassik asar deyishga bo'ladi. Eng jiroq bir g'arbdagi eng jiroq bir shu yayloqdagi bir shaharda bu 8 burchak shaharning 8 taraflik shaharninki o'shda qurilib qolganligiga nurg'un ilm ahli, nurg'un mustahadiki olimlar nayt qiziqadi buningga. Her yili kelib ular o'z tadqiqot etib boradi, mushning sirrini echish, mushning sababini izlanish, endi bundan keyin bizningki millatlar ittifoqligi, jamiyatning amonligi, davlatning birligi to'g'riliq masalalarda shu intayin muhim roli borligi to'g'risida izlanadi. Dunyoga dangliq tarixiy madaniyatlik dangliq shahar Tekes noyisi o'zgachilik bilan 2001-yilda Shanxay Buyuk Dunyo Jins qomusiga kirgizilib, Xinjiangning tarixiy mashhur shahri degan nomga erishdi.
2007 yılı Govuyan tərəfindən dövlət boyunca tarixi mədəniyyət cəhətdəki danlıq şəhər deyə nom verildi. Bu nahiye yakın yıllardan bu yan medeniyet sayahatçılığı bilen şehir kuruluşunu teng tutup Palnama medeniyetini gövdelendirdiğen bir kısım kuruluşlarını saldı ve heykellerini yasadı. Көрмән достlar, hazır mən Tekes nahiyəsinin mərkəzi bolğan 8 tərəflik mədəniyyət meydanı turuyatman. Körüvatqınızlar bu meydanğa yenidən yasılıvatqan Davjao supisi bo'lib, bu 8 tərəflik şəhərinin simvolluq belgilərinin biri ekan. Ondaqda bu simvolluq belginin mənası nima? Bunun 8 tərəflik şəhər bilan qandaq münasibəti var? Bu Davjao supisi bizning endi tarixiy mədəniyyətlik şəhər bo'lishimizda ayni vaqtda 2007 yılı. Mush mərkəzdə mush şəhər nisbətən shunda talab qo'yilgan. Her bir quruluş, her bir medeniyet, her bir görünən nərsənin hamısı muşu tarixi mədəniyyətlik şəhərninki tələbləri boyunca şundaq layihəlaniş kerak, qoğduluş kerak, asırılış kerak, tərəqqi qilish kerak da. Şunda bu qalıq üçün bizdə hazır muşu Palnama mədəniyyəti boyunca layihələnganlik üçün bizdə muşu Davjao'nun supisi intayın bo'lish tegishlik zarur bir qurilish hisoblanadi. Birinchi qavati ko'rgazmaxona. Butun qavatiga chiqib, butun Tekes bozorininki umumiy to'liq ko'rinishni ko'rib hozirlangan bo'ldi. Tekes nahiyəsinin şəhər qurulmasıyla ana shundaq o'zgacha va sehrlik bo'lib qolmasdan, balki bu nahiyada yana mamlakatimiz ichi sirtiga dangliq bo'lgan madaniyat yodikorliklari xili ko'p bo'lg'achqa, kishilar Tekesni sirliq joyi deb ataydi. Tekesliklar o'zlarining bu xil ortiqchiligini afzallikka aylantirib, rivoyatga aylangan tarixni avlodma-avlod davomlashtirmoqda. Qadrli ko'rman do'stlar, bayqash programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib kelganingizga rahmat. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.